Hozir va'da berdingiz, uchrashtirdingiz-ki, qaytib borganingizda odamlarga aytsangiz, "Men uchrashtirdim mana shu soatlar bilan", siz ishonmayman desa, nimani ko'rsatasiz? Oyimlar video olib turibdilar. Mana yerda bor ekan deysiz, ha? Men endi aytmoqchi edim, rasm aytsak isbot bo'ladi demoqchi edim. Siz oldindan pishiqqina bo'lsa reja qilgan edingiz. Okay, and right now I want to speak German language. Do you agree with this? Okay. Okay. Hallo, heute ich spreche über meine Familie. Meine Familie ist kleine. Meine Familie habe meinen Vater, meine Mutter, und zwei Schwestern. Meine zwei Schwestern heißt Fatima, mein Vater heißt Babu und meine Mutter heißt Madina. Und ich liebe meine Familie, das all. Ich spreche über Natur. Und heute ich spreche über Natur. Natur ist sehr wichtig für uns und wir brauchen die jeden Tag. Wir die Natur, die schlechte, aber brauchen die Natur. Natürlich, es ist fantastisch. Ja. Okay, ja. Kannst du sprechen Deutsch? Ich spreche Deutsch, aber langsam. Dankeschön. Okay, and I have one word in Uzbek language. Okay. Men o'ylashimcha, kelajakka tikilgan investitsiya bu eng yaxshi investitsiya deb o'ylayman va bundaqa investitsiya O'zbekistonda juda ham ko'p. Misol uchun yoshlar bilan uchrashuv, prezidentimiz tashkil qilgan yutuqlar va musobaqalar, bular o'quvchilarning va yosh insonlarni bilimga va yangi narsalarni o'rganishga yaxshi motivatsiya beradi va bu uchun kattakon rahmat. Sizga rahmat aytmoqchiman, chunki men sizni ko'rishgandan keyin o'quvchilarga bir va'da berdim. Eng yaxshi o'qigan ikkita o'quvchimni dedim. Aytaman, Aziz Sa'dulloh bilan uchrashasizlar. Toshna bir oydan keyin dedim. Va siz qarabki, bir oydan keyin kelib turibsiz. Ya'ni men o'quvchilarim xursand bo'lishdi, mana siz bilan ko'rishib turishdi bular. Butun jamoalarga salomimizni yetkazinglar. Sog' salomat bo'linglar. Ibrat farzandlari har doim mana shunaqa insonni birlashtirib katta loyihalarda qo'llab-quvvatlash nasib etsin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rasmga tushsak bo'ladimi? Bo'la endi hozir va'da berdingiz ikkita o'quvchingizga. Hozir va'da berdingiz, uchrashtirdingiz-ki, qaytib borganingizda odamlarga aytsangiz, "Men uchrashtirdim mana shu soatlar bilan", siz ishonmayman desa, nimani ko'rsatasiz? Oyimlar video olib turibdilar. Mana yerda bor ekan deysiz, ha? Men endi aytmoqchi edim, rasm aytsak isbot bo'ladi demoqchi edim. Siz oldindan pishiqqina bo'lsa reja qilgan edingiz. Siz ana shohid deysiz, biz bargi beramiz deb. Bo'pti, mana rasmga o'tishamiz.